Assalomu alaykum yurtdoshlar, obunachilar. Yana xudo xolasa bugungi ish joyimiz Xorazm viloyati Hazaras tumani 5 ta qishlog'ida bo'lib turibdi. Yana shunga stupinka, betonna stupinka quyish jarayoni bo'layotir. Xudo xolasa yana hozir apparatga qurish jarayoni bo'lib turibdi. Shadib xudo xolasa aylanib chiqadi bu yana. Hamma joylarni chizishtirib taxladik xudo xolasa. Shadib quyib ajoyib quyish jarayonlarini ko'rsatamiz xudo xolasa. Videomiz 2-3 video bo'ladi. Shuni hammasini bir jamlab chiqaramiz xudo xolasa ish bitgandan keyin. Bugungi chistomiz aytadigan bo'lsak 2025-yil 26-aprel ekan. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Bitgandan keyin chiqarib beramiz buni xudo xolasa. Hammasini bir joyda. Xudo xolasa lisenzamiz ham bityotir. Kuyishga tayyor bo'lib turibdi. Deb aparat bilan taxladik. Xudo xolasa shuncha deb kuyishga tayyor bo'lib turibdi mana. Devorlarim o'yib ajoyib ishdan taqmolayib qoladiganmi? Mustahkam bo'ladi xudo xolasa. Shuncha deb etaj böyle plita bostirgan yoqimizda xudo xolasa assalomu alaykum yurtdoshlar. Yana xudo xolasa benzinamiz quyish jarayoni bo'libdi. Sizlarga aytadigan bo'lsak 2025-yil 28-aprel deb quyib xudo xolasa boshladik. Bitgandan xudo xolasa chiqaramiz. Vibratorlar urib ajoyib deb chiqarib beramiz. Deb qo'shilay deb. Qolganini video davomida ko'rib boraylik. Shunaverasan katta olsam. Kay, yana. Deb quyib turibmiz buni xudo xolasa yana. Etajga geldi. Şibirimiz 2. etajda bo'lgana. Plashatkadan quyib boshladik. Endi kalamasini pastdan qo'yamiz xudo xolasa. Videomizni davomini ko'rib boraylik. Xudo xolasa hammasini bir chiqaramiz. Narx-navolar oxirida bo'ladi hammachisi. Vibratorlar urib yana ajoyib deb. Xudo xolasa muvaqqat bilan deb quyib beramiz deb. Yine aziz dostlar, obunachilar, xudo xolasa lisenzamiz ham bitdi. 2. etajga endi chiqish salinroq. Shuning uchun yana xullas kalan shunchaga deb lisenziya qo'yib beramiz. Zakazlar olamiz. Ish manzilimiz Hazaras To'proqqala qishlog'ining mahallasidan. Hazaras Durujba degan bo'ladi. Sharoliklarda qo'yamiz. Vonana ko'ramiz, kelishamiz agar mabodo ish bo'lib qolsa shollada. Hamisha kelin telefon nomerlarimiz ekranda qoladi. Narx-navolar ham telefon orqali bo'laveradi. Narx-navolarni telefon orqali gaplashamiz orqali. Yana esa xudo xolasa videolarimizni ko'rishga davom eting. Podpiska, like'larni bosib tursanglar, xudo xolasa bundan ham zo'r ajoyib videolar chiqarishga harakat etamiz. Sog' salomat bo'ling.